Ekobesh qozonxonamiz 40 ta ko'p qavatli uy-joylarni issiqlik bilan ta'minlaydi hamda 2 ta ijtimoiy sohalarni issiqlik energiyasi bilan ta'minlaydi. Qishki mavsumda juda ham sharoit yaxshi. Bitta makada ham yurib oldinlari обогревательlarni qo'yib qo'yar edik. Juda ham qiynalar edik. Tok pechkalarni qo'yib, ana shunday qilib yurar edik. Yo'q, bu yil umuman muammo bo'lgani yo'q. Jatbon tumanida ham 3 ta qozonxona qurilyapti, 3-chisi hozir qurilyapti. Birinchi etapda 20 ta ko'p qavatli uylar, ikkinchi etapda 27 ta ko'p qavatli uylar, uchinchi etapda 30 ta ko'p qavatli uyga mo'ljallangan qozonxonalar qurilyapti.